Yaqinda bitta kommentariyani o'qib qoldim. Xullas, bir inson juda ham o'rinli tanqidiy fikr bildirgan bitta videoga va u videoni men ko'rsatmayman. Prosta tak o'sha tanqid o'rinli tanqid. Ya'ni ikki xil tanqid bor, o'rinli va o'rinsiz. O'rinsiz tanqid bu negativ. Endi bir inson o'rinli tanqid bildirib turibdi va u nima uchun bu fikrni bildirganini keltirib ham berib turibdi. Lekin unga nisbatan bitta ayol, sen juda ham odobli bo'lsang, axloqli bo'lsang, Instagramda o'tirma, Instagramdan chiqib ket va shunga o'xshash gaplarni gapirgan. Men shunchaki shunaqa fikrlaydigan insonlarga nisbatan bitta savolim bor. Sizningcha, sizni farzandingiz bir kunda 4-5 soatlab Instagramda vaqt o'tkazsa, siz ham 7-8 soatlab Instagramda vaqt o'tkazing, lekin u yerda aqlli, axloqli insonlar bo'lmasin. U yerda faqatgina kallasiga kelgan bema'ni ishlarni targ'ib qiladigan insonlar bo'lsin, lekin odobli insonlar bo'lmasin. What? Fikringlarni kommentariyalarda kutib qolaman.